56. Bilet. Birinchi savol. Yonilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish chorraha hisoblanadimi? Chorraha yo'lning o'zaro bir sathda kesishadigan, tutashadigan va ayriladigan joyi. Chorraha chegarasi uning markazidan qatnov qismlari oxiridagi qarama-qarshi tomonlarning eng uzoqrog'idagi burila boshlagan joylarni tutashtiruvchi xayoliy chiziqlar bilan aniqlanadi. Yondosh hududlardan chiqish joylari chorraha hisoblanmaydi. Yondosh hudud bevosita yo'lga tutashgan va transport vositalari o'tib ketishi uchun mo'ljallanmagan hudud. Hovlilar, turar joy dahalari, avtomobillarning to'xtab turish joylari, yonilg'i quyish tarmoqlari, korxona va hokazolar. Yondosh hududlardan chiqish joylari chorraha hisoblanmaydi. Savol. Yonilg'i quyish joyidan yo'lga chiqish chorraha hisoblanadimi? Javob. Hisoblanmaydi. Ikkinchi savol. Qaysi belgi mehmonxona yoki motelni bildiradi? 6-9 Mehmonxona. Bu belgi mehmonxona joylashgan manzil haqida axborot beradi. Yo'l harakati qatnashchilari turli sharoitlar yaratilgan ushbu mehmonxonalarda tunashlari, dam olishlari va ovqatlanishlari mumkin. Mehmonxona belgisi bevosita manzil oldida, belgining quyi qismida ko'rsatilgan masofada yoki ularga burilish joylarida o'rnatiladi. Savol. Qaysi belgi mehmonxona yoki motelni bildiradi? Javob. 3-raqam bilan ko'rsatilgan belgi mehmonxona yoki motelni bildiradi. 3-savol. Belgilarning ta'siri qaysi transport vositalariga tatbiq etiladi? Tor 1-2 Harakatlanish o'ngga. Bu belgi yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va transport vositalariga shu kesishmada faqat o'ngga harakatlanishni buyuradi. Tabiiyki, bu joyda to'g'riga, chapga burilish yoki qayrilib olish taqiqlanadi. Shuningdek, 7-4-3 qo'shimcha belgisi transport vositasining turi guruhiga oid qo'shimcha axborot belgilari asosiy belgilar bilan birgalikda qo'yiladi va uning ta'siri qaysi turdagi transport vositalariga taalluqli ekanligini ko'rsatadi. Savol. Belgilarning ta'siri qaysi transport vositalariga tatbiq etiladi? Javob. Yengil avtomobillariga va ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan kam yoki teng bo'lgan yuk avtomobillariga tatbiq etiladi. 4-savol. Chorrahani oxirgi bo'lib kesib o'tadi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Qoidaga ko'ra, qizil avtomobil ustunlikka ega bo'lsa-da, u ro'paradan kelayotgan, to'g'riga va o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Bu vaziyatda qizil avtomobil ro'paradan kelayotgan ko'k avtomobilga yo'l berish uchun to'xtaydi. Ayni vaqtda yashil avtomobil birinchi, ko'k ikkinchi, qizil esa oxirgi bo'lib chorrahadan o'tadi. Savol. Chorrahani oxirgi bo'lib kesib o'tadi. Javob. Qizil avtomobil oxirgi bo'lib chorrahani kesib o'tadi. 5-savol. Qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Qoidalarga ko'ra, svetoforning yashil ishorasida
chapga burilayotgan yoki qayrilib olayotgan relsiz transport vositasining haydovchisi qarama-qarshi tomondan to'g'riga harakatlanayotgan va o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Savol: qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Javob: birinchi bo'lib. 6. Savol: shaharlararo qatnaydigan avtobusning haydovchisiga aholi yashamaydigan joylarda tezlikni 80 km/soatdan oshirishga ruxsat etiladimi? Qoidalarga ko'ra, aholi punktlardan tashqarida shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 km dan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi. Savol: shaharlararo qatnaydigan avtobusning haydovchisiga aholi yashamaydigan joylarda tezlikni 80 km/soatdan oshirishga ruxsat etiladimi? Javob: ruxsat etiladi. 7. Savol: bu joyda to'xtashga ruxsat etilganmi? Yo'l harakati qoidalariga ko'ra 327 to'xtashni taqiqlovchi belgi 14 to'xtash taqiqlangan joyni bildiruvchi yotiq chiziq bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bunda belgiga amal qilish chiziq uzunligi bilan aniqlanadi. Savol: bu joyda to'xtashga ruxsat etilganmi? Javob: taqiqlangan. 8. Savol: aholi yashaydigan joylardan tashqarida transport vositalarining uzoq to'xtab turishi, dam olish, tunashga qayerda ruxsat etiladi? Aholi punktlardan tashqarida tunab qolish, dam olish yoki boshqa maqsadlarda uzoq vaqt to'xtab turishga faqat buning uchun ko'zda tutilgan maydonchalarda yoki yo'ldan tashqarida ruxsat etiladi. Savol: aholi yashaydigan joylardan tashqarida transport vositalarining uzoq to'xtab turishi, dam olish, tunashga qayerda ruxsat etiladi? Javob: to'xtab turish maydonchalarida yoki yo'ldan tashqarida. 9. Savol: shatakka olish qanday hollarda taqiqlangan? Javoblar: yon kajavali mototsikllar bilan shatakka olish taqiqlanmagan. Tayg'oqchilikda qattiq ulagichda shatakka olish taqiqlanmagan. To'g'ri javob: tayg'oqchilikda egiluvchan ulagichda shatakka olish taqiqlangan. 10. Savol: ushbu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari uchun to'xtashga ruxsat beradi? Bir 10. Sariq uzuq shtrix chiziq. Sariq rangli ushbu uzuq shtrix shaklli chiziq yo'lning harakatlanish qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq, ya'ni bordyur ustiga chiziladi. Chiziq transport vositalarining to'xtab turishini taqiqlaydi.
Taksometri ishlab turgan taksilar va nogironlar boshqarayotgan transport vositalariga bu belgining daxli yo'q. Ushbu chiziq yakka holda yoki 3.28 to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi bilan birga qo'llaniladi. Bunday holda belgining ta'sir oralig'i chiziq uzunligi bilan belgilanadi. Chiziq qoidasini buzgan holda bunday joyda to'xtab turgan transport vositalariga eng kam oylik ish haqining 3 baravari miqdorida jarima belgilanadi. 1.17 Sariq rangdagi siniq chiziq. Sariq rangli arrasimon siniq chiziq belgilangan yo'nalishli transport vositalari, ya'ni avtobus, trolleybus, tramvay va yo'nalishli taksilarning to'xtash bekatlarini, shu bilan birga yengil avtomobil taksilarining to'xtab turish joyini bildiradi. Ushbu chiziq chizilgan joyda boshqa transport vositalari haydovchilari jamoat transportlariga xalaqit bermagan holda yo'lovchi olishi yoki tushirishi uchun to'xtashi mumkin. To'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzganlik uchun eng kam oylik ish haqining 3 baravari miqdorida jarima belgilanadi. Bir u to'r sariq sidirg'a chiziq to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Yakka holda yoki 3.27 to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi bilan qo'llaniladi hamda yo'lning qatnov qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi. Savol: ushbu yotiq chiziqlardan qaysi biri belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari uchun to'xtashga ruxsat beradi? Javob: A, B, V harflari bilan ko'rsatilgan chiziqlarda belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari uchun to'xtashga ruxsat beriladi. ellik yettinchi bilet. Birinchi savol: qaysi yo'l asosiy yo'l hisoblanadi? Asosiy yo'l tuproq yo'lga nisbatan qattiq qoplamasi, asfalt va sement betonli, tosh yotqizilgan va shunga o'xshashlar kesishayotgan yoki tutashgan yo'lga nisbatan 2-1, 2-3-1, 2-3-2, 2-3-3 yoki 5-1 belgilari bilan belgilangan yo'l yoxud yondosh hududdan chiqadigan yo'lga nisbatan har qanday yo'l. Ikkinchi darajali yo'lning bevosita chorrahaga tutash qismining qoplamali bo'lishi unga asosiy yo'l maqomini bermaydi. Savol: qaysi yo'l asosiy yo'l hisoblanadi? Javob: tuproq yo'lga nisbatan qoplamali yo'l yoki tegishli belgilar bilan belgilangan yo'l asosiy yo'l hisoblanadi. Ikkinchi savol: qaysi qo'shimcha axborot belgisi transport vositalarini to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatadi? 7.6.1 dan 7.6.9 gacha transport vositasini to'xtab turish joyiga qo'yish usuli. 7.6.1 barcha turdagi transport vositalarini to'xtab turish uchun yo'lning qatnov qismida trotuar yoniga qo'yish usuli. 7.6.2 7.6.9 trotuar yonidagi to'xtab turish joyiga yengil avtomobillar va mototsikllarni qo'yish usuli. 5.15 axborot ko'rsatkich belgisi 7.6.1 qo'shimcha axborot belgisi bilan birga qo'llanilganda shu joyda barcha transport vositalarini to'xtab turish uchun faqat trotuar bo'ylab qo'yish kerakligini ko'rsatadi. 5.15 axborot ko'rsatkich belgisi 7.6.2 7.6.9 qo'shimcha axborot belgilaridan biri bilan birga qo'llanilganda shu joyda faqat yengil avtomobillar va mototsikllarni to'xtab turishi uchun qo'shimcha belgida ko'rsatilgan usulda trotuar yonidagi to'xtab turish joyiga qo'yish kerakligini ko'rsatadi. Savol: qaysi qo'shimcha axborot belgisi transport vositalarini to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatadi?
Javob: 3-raqam bilan ko'rsatilgan belgi transport vositalarini to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatadi. 3-savol. Yotiq uzluksiz sariq chiziq to'xtash taqiqlangan belgisi bilan birga to'xtashga ruxsat etadi. 1-4 sariq sidirg'a chiziq to'xtash taqiqlangan joyni bildiradi. Yakka holda yoki 327 to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi bilan qo'llaniladi hamda yo'lning qatnov qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq ustidan chiziladi. Yo'l harakat qoidalariga ko'ra 1-4 sariq sidirg'a chiziq va 3-27 to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi yo'nalishli transport vositalariga ta'sir qilmaydi. Savol: yotiq uzluksiz sariq chiziq to'xtash taqiqlangan belgisi bilan birga to'xtashga ruxsat etadi. Javob: faqat belgilangan yo'nalishdagi transport vositalariga to'xtashga ruxsat etadi. 4-savol. Sekin yurar transport vositalarining temir yo'l kesishmasi orqali harakatlanishiga faqat temir yo'l boshlig'ining ruxsati bilan harakat tezligi quyidagidan kam bo'lganda yo'l qo'yiladi. Yo'l harakat qoidalariga ko'ra temir yo'l distansiyasi boshlig'ining ruxsatisiz tezligi soatiga 8 kilometrdan kam bo'lgan transport vositalarini harakatlanishi taqiqlanadi. Savol: sekin yurar transport vositalarining temir yo'l kesishmasi orqali harakatlanishiga faqat temir yo'l boshlig'ining ruxsati bilan harakat tezligi quyidagidan kam bo'lganda yo'l qo'yiladi. Javob: 8 km/soat tezlikdan kam bo'lganida. 5-savol. Qizil avtomobilning haydovchisi svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo'naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi boshqa yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Savol: qizil avtomobilning haydovchisi javob: yo'l berishi kerak. 6-savol. Bu belgi bilan belgilangan yo'l qismlarida ajratuvchi bo'lakning uzilish joyida qayrilishga ruxsat etiladimi? Yo'l harakat qoidalari 19-bobi 121-bandining 4-xat boshisiga asosan avtomagistrallarda ajratuvchi bo'lakning texnologik uzilish joylariga kirish va qayrilib olish taqiqlangan. Savol: bu belgi bilan belgilangan yo'l qismlarida ajratuvchi bo'lakning uzilish joyida qayrilishga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. Trotuar. Trotuar yo'lning qatnov qismiga tutashgan yoki undan maysazor, ariq, maxsus to'siqlar bilan ajratilgan va piyodalarning harakatlanishi uchun mo'ljallangan qismi. Piyodalar yo'lkasi. Yo'lning piyodalar harakatlanishi uchun mo'ljallangan va transport vositalari harakati taqiqlangan qismi. Piyodalar yo'lkasi trotuardan farqli o'laroq yo'lga tutash yoki yo'l yoqasida emas, balki yo'l bilan biron bir manzil oralig'ini tutashtirib, to'r olti belgisi bilan belgilanadi. Ba'zan piyodalar yo'lkasi ikki yo'lni tutashtirishi mumkin.
trotuar yoki piyodalar yo'lkalari oldida joylashgan savdo shoxobchalari, korxonalar va boshqa inshootlarga yuk olib kirish uchun boshqa imkoniyati bo'lmagan transport vositalariga yaqin yo'ldan kirishga ruxsat etiladi. Bunda harakat xavfsizligi to'la ta'minlangan bo'lishi shart. Savol: transport vositalarining trotuar va piyodalar yo'lkasi bo'ylab harakatlanishiga yo'l qo'yiladimi? Javob: bevosita shu trotuar yoki yo'lkalarda joylashgan savdo yoki boshqa korxonalarga xizmat ko'rsatishda yo'l qo'yiladi. 8-savol: bunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlararo qatnaydigan avtobuslarning qanday eng yuqori tezlikda harakatlanishiga ruxsat etiladi? Qoidalarga ko'ra, aholi punktlaridan tashqarida shaharlararo qatnaydigan avtobuslarga va mikroavtobuslarga tezlikni soatiga 90 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat beriladi. Savol: bunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlararo qatnaydigan avtobuslarning qanday eng yuqori tezlikda harakatlanishiga ruxsat etiladi? Javob: 90 km/soat tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi. 9-savol: mototsikllarni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Qoidalarga ko'ra, yon kajavali mototsikllar bilan shatakka olish ruxsat etiladi, lekin kajavasiz mototsikllarni shatakka olish taqiqlanadi. Savol: mototsikllarni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Javob: yon kajavali mototsikllarga ruxsat etiladi. 10-savol: bu yo'l belgisi bildiradi. 5-19-1, 5-19-2, 5-19-3. Oxiri berk yo'l, ko'cha. Ushbu guruhga oid belgilar yo'lning davomi yo'q, oxiri berk ekanligini ko'rsatadi, lekin transport vositalariga harakatlanishni, ya'ni ko'chaga kirishni taqiqlamaydi. Savol: bu yo'l belgisi bildiradi. Javob: oxiri berk ko'chaga olib boradigan yo'lni bildiradi. Bilet. 1-savol: shatakka olingan yengil avtomobilda yo'lovchilarni tashish mumkinmi? Qattiq yoki egiluvchan ulagich yordamida shatakka olingan avtobusda, trolleybusda yo'lovchi tashish taqiqlangan. Shatakka olingan yuk avtomobili yukxonasida yo'lovchilar bo'lishi taqiqlangan. Qisman ortish yo'li bilan shatakka olishda esa shatakka olingan transport vositasining kabinasida va yukxonasida, shuningdek shatakka olgan transport vositasining yukxonasida odamlar bo'lishi taqiqlanadi. Egiluvchi va qattiq ulagichda shatakka olishda, yengil avtomobilda yo'lovchilarni tashish mumkin. Savol: shatakka olingan yengil avtomobilda yo'lovchilarni tashish mumkinmi? Javob: egiluvchi va qattiq ulagichda ruxsat etiladi. 2-savol: quyidagi belgi tagidagi qo'shimcha axborot belgisi haydovchiga nima haqida xabar beradi? 7-7 dvigatelni ishlatmasdan to'xtab turish joyi.
515 belgisi bilan belgilangan to'xtab turish joyida transport vositalarining dvigatelini ishlatmasdan to'xtab turishiga ruxsat etilganini ko'rsatadi. Ushbu belgi 515 axborot ko'rsatkich belgisi bilan birga belgilangan to'xtab turish joyida faqat yurgizgichi ishlamayotgan transport vositalarining to'xtab turishi ruxsat etilganini ko'rsatadi. Belgi yurgizgichi ishlayotgan holatda to'xtab turishi atrofdagilarga noqulaylik tug'diradigan joylar yaqinida o'rnatiladi. Savol: quyidagi belgi tagidagi qo'shimcha axborot belgisi haydovchiga nima haqida xabar beradi? Javob: to'xtab turish faqat yurgizgich ishlamayotganda mumkin. 3-savol: mazkur yotiq chiziq nimani anglatadi? 1.9 Parallel uzuq chiziqlar. Parallel uzuq chiziqlar reversiv harakat tashkil qilingan harakat bo'lagini chegaralaydi. Reversiv harakatlanish amalga oshirilgan yo'l bo'laklarida harakatni maxsus reversiv svetofor tartibga soladi. Svetofor o'chirilgan holatda esa ushbu yo'l bo'lagi qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalarining oqimini ajratadi. Ushbu chiziq haydovchiga nisbatan o'ng tomonda bo'lgandagina haydovchi chiziqni o'z yo'nalishi bo'yicha o'ng tomonga kesib o'tishi mumkin. Reversiv svetofor yoqilgan paytda bir yo'nalishli bo'laklarni ajratayotgan bu yo'l chizig'ini zarur hollarda kesib o'tishga ruxsat etiladi. 2 parallel uzuq chiziqni kesib, yo'lning qarama-qarshi tomoniga o'tgan haydovchi eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Uzuq chiziqlar. Parallel uzuq chiziqlar. Savol: mazkur yotiq chiziq nimani anglatadi? Javob: reversiv harakatlanish bo'lagining chegarasini anglatadi. 4-savol: chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Qoidaga ko'ra, sariq avtomobil o'ng tarafidagi qizil-ko'k avtomobilga yo'l beradi. Qizil-ko'k avtomobil esa o'ng tarafidagi yashil avtomobilga. Yashil avtomobil ustunlikka ega, u chorrahadan birinchi bo'lib, so'ngra ko'k va qizil avtomobil ikkinchi bo'lib, oxirgi bo'lib esa sariq avtomobil chorrahadan o'tadi. Savol: chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Javob: qizil avtomobil, ayni vaqtda ko'k bilan. 5-savol: chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning yo'naltirgichli yashil ishorasi yo'nalishida harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Savol: chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. Javob: yashil avtomobil chorrahani birinchi bo'lib kesib o'tadi. 6-savol: temir yo'l kesishmasidan o'tishda haydovchi nimaga amal qilishi kerak? Temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib kelayotgan haydovchi yo'l belgilari va chiziqlariga, svetofor ishoralariga, shlagbaum holatiga, kesishma navbatchisining ko'rsatmalariga amal qilishi, yaqinlashib kelayotgan poyezd, lokomotiv, drezina yo'qligiga ishonch hosil qilishi shart. Savol: temir yo'l kesishmasidan o'tishda
haydovchi nimaga amal qilishi kerak? To'g'ri javoblar: temir yo'l kesishmasi navbatchisining ko'rsatmalari va ishoralariga, yo'l belgilari va chiziqlariga, shlagbaumning holatiga va yorug'lik ishorasiga, barcha sanab o'tilgan talablarga. 7-savol. Haydovchi quvib o'tishni boshlashdan oldin nimaga ishonch hosil qilishi kerak? Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, haydovchi quvib o'tishni boshlashdan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi quvib o'tish, chapga burilish, qayta tizilish ishorasini bermayotganligiga ishonch hosil qilish kerak. Savol: haydovchi quvib o'tishni boshlashdan oldin nimaga ishonch hosil qilish kerak? Javob: shu bo'lak bo'yicha oldinda harakatlanayotgan transport vositasining haydovchisi chapga burilish, qayta tizilish haqida ishora bermaganiga ishonch hosil qilishi kerak. 8-savol. Uzunasiga ketgan sidirg'a chizig'i bilan to'xtagan transport vositalari o'rtasidagi masofa quyidagidan kam bo'lgan joylarda transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, to'xtagan transport vositasi bilan sidirg'a chiziq, ajratuvchi bo'lak yoki qatnov qismining qarama-qarshi cheti orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lgan joylarda to'xtash taqiqlangan. Savol: uzunasiga ketgan sidirg'a chizig'i bilan to'xtagan transport vositalari o'rtasidagi masofa quyidagilardan kam bo'lgan joylarda transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi. Javob: 3 metrdan kam bo'lgan joylarda to'xtashi va to'xtab turishi taqiqlanadi. 9-savol. Benzin bug'idan zaharlanishning alomatlari qanday? Javob: mastga o'xshab harakatlanadi, bosh aylanadi, ko'ngil ayniydi, qayt qiladi, mushaklari tortishadi, nafas olish sekinlashadi. 10-savol. Yuk avtomobilining yukxonasida 8 nafardan ko'p odamlarni tashish qaysi haydovchilarga ruxsat beriladi? Qoidalarga ko'ra, yuk avtomobilining yukxonasida odam tashish S toifasidagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lgan odamlar soni kabinadagi yo'lovchilarni ham qo'shib hisoblaganda 8 nafardan ortiq bo'lganda esa S va D toifalardagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lgan va shu toifaga taalluqli transport vositalaridan birini 3 yildan ortiq boshqargan haydovchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Savol: yuk avtomobilining yukxonasida 8 nafardan ko'p odamlarni tashish qaysi haydovchilarga ruxsat beriladi? Javob: D va S toifadagi transport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lgan va shu toifadagi transport vositalaridan birini 3 yildan ortiq boshqargan haydovchilar tomonidan amalga oshirilishi kerak. 59-bilet. Savol. Yetarli ko'rinmaslik deganda nima tushuniladi? Yetarli ko'rinmaslik yomg'ir, qor yog'ishi, tuman tushishi va shunga o'xshash sharoitlarda, shuningdek, kunning g'ira-shira vaqtida yo'lning ko'rinishi 300 metrdan kam bo'lishi. Savol. Yetarli ko'rinmaslik deganda nima tushuniladi? Javob: tuman tushganda, yomg'ir, qor yog'ganda va hokazo sharoitlarda, shuningdek kunning g'ira-shira vaqtida yo'lning ko'rinishi 300 metrdan kam bo'lishi tushuniladi. 2-savol. Yo'naltirgichlar bilan belgilangan yo'nalishlarning qaysi biridan harakatlanishga ruxsat etiladi?
3.18.2 Chapga burilish taqiqlanadi. Bu belgi belgilangan yo'nalishda harakatlanayotgan jamoat transporti, ya'ni avtobus, trolleybus, tramvay va yo'nalishli taksilardan tashqari barcha transport vositalarining chapga burilishini taqiqlaydi. Bu belgini qo'llashdan ko'p bo'lakli yo'llar kesishgan chorrahalarda transport vositalarining burilishi noqulaylik tug'diradigan holatlarning oldini olish ham maqsad qilingan. Ammo belgi o'rnatilgan joydan orqaga qayrilib olishga ruxsat etiladi. Savol: yo'naltirgichlar bilan belgilangan yo'nalishlarning qaysi biridan harakatlanishga ruxsat etiladi? Javob: A va V yo'nalishlari bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi. 3-savol: sariq uzuk yotiq chiziq qaysi yo'l belgisi bilan qo'llanilishi mumkin? 1.10 Sariq uzuq shtrix chiziq. Sariq rangli ushbu uzuq shtrix shaklli chiziq yo'lning harakatlanish qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siq, ya'ni bordyur ustiga chiziladi. Chiziq transport vositalarining to'xtab turishini taqiqlaydi. Taksometri ishlab turgan taksilar va nogironlar boshqarayotgan transport vositalarga bu belgining daxli yo'q. Ushbu chiziq yakka holda yoki 3.28 to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi bilan birga qo'llaniladi. Bunday holda belgining ta'sir oralig'i chiziq uzunligi bilan belgilanadi. Savol: sariq uzuq yotiq chiziq qaysi yo'l belgisi bilan qo'llanilishi mumkin? Javob: to'xtab turish taqiqlangan belgisi bilan qo'llanilishi mumkin. 4-savol: kesishma orqali harakatlanish hollarida haydovchi to'xtash chizig'i 2.5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan yo'l belgisi yoki svetofor bo'lmaganda o'tib ketayotgan poyezdni o'tkazib yuborishga qoida bo'yicha shlagbaumgacha kamida qancha masofa qolganda to'xtashi kerak? Qoidaga ko'ra, kesishma orqali harakatlanish taqiqlangan hollarda haydovchi to'xtash chizig'i 2.5 yo'l belgisi yoki svetofor oldida, ular bo'lmaganda shlagbaumga kamida 5 metr, shlagbaum bo'lmaganda esa birinchi temir yo'l iziga kamida 10 metr qolganda to'xtashi kerak. Savol: kesishma orqali harakatlanish hollarida haydovchi to'xtash chizig'i 2.5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan yo'l belgisi yoki svetofor bo'lmaganda o'tib ketayotgan poyezdni o'tkazib yuborishga qoida bo'yicha shlagbaumgacha kamida qancha masofa qolganda to'xtash kerak? Javob: 5 metr. 5-savol: svetoforning ushbu ishorasida qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Yo'naltirgich ko'rinishidagi qizil, sariq va yashil rangli svetofor ishoralari ham doira shaklidagi svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Ular faqat ko'rsatilgan yo'nalishga ta'sir etadi. Agar tegishli yo'l belgisi bilan qayrilib olish taqiqlanmagan bo'lsa, chapga burilishga ruxsat beruvchi yo'naltirgich qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Qo'shimcha tarmoqli yashil yo'naltirgich ham
xuddi shu ma'noni bildiradi. Qo'shimcha tarmoqdagi ishora o'chirilgan bo'lsa, shu tarmoq tartibga solayotgan yo'nalishda harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi. Svetoforning yo'naltirgichli bu ishorasida to'g'riga ketayotgan yuk avtomobilga va chapga burilayotgan qizil avtomobilga harakatlanish uchun ruxsat etilgan. Savol: svetoforning ushbu ishorasida qaysi transport vositalariga harakatlanishga ruxsat etilgan? Javob: yengil va yuk avtomobiliga harakatlanish uchun ruxsat etilgan. 6-savol: og'ir vaznli va katta o'lchamli yuklarni tashiyotgan transport vositalarining aholi yashaydigan joylardan tashqarida qanday tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat etiladi? Yo'l harakati xavfsizligi xizmati idoralari bilan transport vositalarining harakatlanish shartlarini kelishish talab qilinadigan holatlar. O'ta og'ir, katta o'lchamli va xavfli yuklarni tashish, gabarit o'lchamlari yukli yoki yuksiz holda eni 2,5 metrdan va balandligi yo'l sathidan 4 metrdan, uzunligi bitta tirkama bilan 20 metrdan ortiq bo'lgan yoxud yuki transport vositasining orqa nuqtasidan 2 metrdan ortiq chiqib turgan transport vositalarining 2 yoki undan ortiq tirkamali avtopoyezdlarning harakatlanishi uchun yo'l harakati xavfsizligi bo'limining ruxsatnomasi bo'lishi shart. Ruxsatnomada harakatlanish yo'nalishi va vaqti ko'rsatiladi. Tashilayotgan yukning hajmi, o'lchamlari va xavflilik darajasiga ko'ra yo'l patrul xizmatining patrul avtomobili kuzatishga jalb etilishi mumkin. Tegishli ruxsatnomasi bo'lmay turib, og'ir vaznli, yirik gabaritli transport vositalari bilan yo'lga chiqilsa, fuqarolar eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida jarimaga tortiladi yoki 6 oyga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinadi. Xuddi shunday qoidabuzarlik uchun mansabdor shaxslarga eng kam oylik ish haqining 15 baravari miqdorida jarima belgilanadi. Savol: og'ir vaznli va katta o'lchamli yuklarni tashiyotgan transport vositalarining aholi yashaydigan joylardan tashqarida qanday tezlik bilan harakatlanishiga ruxsat etiladi? Javob: tashish shartlari bilan kelishilganda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati ruxsat etganidan oshirmasdan ruxsat etiladi. 7-savol: mexanik transport vositasi shatakka olinganda egiluvchan ulagich qanday belgilanishi kerak? Qoidalarga ko'ra, mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichni ko'rsatadigan ogohlantiruvchi o'lchami 200 ga 200 mm bo'lgan diagonali bo'yicha ketma-ket joylashgan 50 mm qalinlikdagi qizil va oq rangli chiziqlar tushirilgan yorug'lik qaytaradigan yuzali bayroqchalar yoki taxtachalar shaklidagi ogohlantiruvchi qurilmalar o'rnatilishi kerak. Egiluvchan ulagichga kamida 2 ta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi. Savol: mexanik transport vositasi shatakka olinganda egiluvchan ulagich qanday belgilanishi kerak? Javob: diagonali bo'yicha qizil va oq rangli chiziqlar tushirilgan yorug'lik qaytaradigan yuzali bayroqchalar yoki taxtachalar bilan. 8-savol: transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi qayerda taqiqlanadi? Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, qatnov qismi kesishmalarda va kesishayotgan qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam masofada to'xtash taqiqlanadi. Savol: transport vositalarining to'xtashi va to'xtab turishi qayerda taqiqlanadi? Javob: qatnov qismi kesishmalarda
va kesishayotgan qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam masofada 3 tomonlama kesishadigan chorrahalarda yondan tutashgan yo'lning sidirg'a chiziq yoki ajratuvchi mintaqa bilan ajratilgan qarama-qarshi tomoni bundan mustasno. 9-savol. Tormoz tizimi ishlamayotgan transport vositasini shatakka olish mumkinmi? Tormoz tizimi ishlamayotgan transport vositasini egiluvchi ulagich bilan shatakka olish taqiqlangan. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra, tormoz tizimi ishlamayotgan transport vositasining haqiqiy vazni shatakka olgan transport vositasining haqiqiy vaznining yarmidan ortiq bo'lsa, haqiqiy vazni kam bo'lgan bunday transport vositasini faqat qattiq ulagich yordamida yoki qisman ortish usuli bilan shatakka olishga yo'l qo'yiladi. Savol. Tormoz tizimi ishlamayotgan transport vositasini shatakka olish mumkinmi? Javob. Agar shatakka olgan transport vositasining haqiqiy vazni shatakka olinuvchi transport vaznidan 2 barobar ortiq bo'lsa, qattiq ulagich bilan shatakka olish mumkin. 10-savol. Mexanik transport vositalaridan foydalanish qanday sharoitlarda taqiqlanadi? Har bir fuqaro yangi avtomashina sotib olgandan so'ng birinchi navbatda unga avtomobil davlat raqami olishi va mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazishi zarur. Ikkilamchi bozordan sotib olingan avtomobilning ham tartibi aynan shunday. Bunda avtomobilning tashqi ko'rinishi, rul boshqaruvi, tormoz tizimi, yoritish chiroqlari tekshirilib, nosozliklari bo'lsa ta'mirlanishi lozim. Nega? Chunki yo'lda harakatlanish jarayonida ana shu sanab o'tilgan holatlardan birginasi nosoz bo'lsa, noxush holatlar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu transport vositasida mana hozir rul chambaragidagi rulni luftini tekshirdik. Bunda 2 gradusli rul gradusi aniqlandi. Bu transport vositasi soz hisoblanadi. Yoritish asboblarida balandroq yorug' ko'rsatadi, ya'ni bu ro'parada kelayotgan transport vositasini ko'zga tushadi. Majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida esa mana shu holatlar sinchkovlik bilan tekshiriladi va aynan texnik talablarga javob beradigan avtotransport vositalarigina texnik soz deb belgilanadi. Savol. Mexanik transport vositalaridan foydalanish qanday sharoitlarda taqiqlanadi? Javob. Davlat davriy texnik ko'rigidan belgilangan tartibda o'tmagan transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. 60-bilet. Savol. Qora avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Haydovchilar ko'k yoki ko'k va qizil rangli yalt-yalt etuvchi chiroq mayoqcha va maxsus tovushli ishorani yoqqan holda yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga, shuningdek ularning kuzatuvdagi yaqinni yorituvchi chiroqlarni yoqqan transport vositalariga to'siqsiz o'tib ketishlari uchun yo'l berishlari shart. Maxsus transport vositasi chorrahadan birinchi, qora avtomobil ikkinchi, yashil esa oxirgi bo'lib chorrahadan o'tadi. Savol. Qora avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Javob. Ikkinchi bo'lib. Ikkinchi savol. Harakat qaysi yo'nalishga ruxsat etilgan? besh bir tomonlama harakatlanish yo'li.
Bu belgi yo'l boshida o'rnatilib, shu yo'lning butun kengligi bo'yicha transport vositalarining faqat bir yo'nalishda harakatlanishini joriy qiladi. Ushbu belgi qo'yilgan yo'lda transport vositalarining orqaga qayrilishi taqiqlanadi. Qayrilish transport vositasining qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga kirishi bilan tenglashtiriladi va ushbu qoidabuzarlik uchun eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Bir tomonlama harakatlanish yo'lida hovli va yo'lga tutash boshqa yondosh hududlarga burilish mumkin. Bundan tashqari, aholi yashaydigan joylarda bir tomonlama harakatlanish yo'llarining chap tarafida to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi. Biroq to'liq vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillari esa bunday yo'llarda faqatgina yuk ortish yoki tushirish uchun to'xtashi mumkin. Savol: harakat qaysi yo'nalishga ruxsat etilgan? Javob: to'g'riga, o'ngga va chapga. 3-savol: bu belgida qaysi avtomobilga harakatlanishga ruxsat etilgan? 3.12. O'qqa tushadigan og'irlik cheklangan. Bu belgi avtomobil yo'llarining qoplamasi yupqa bo'lgan qismlari oldida o'rnatiladi. Yo'l qoplamasiga og'ir transport vositalari zarar yetkazmasligi uchun birorta o'qiga tushadigan haqiqiy og'irligi yo'l belgisida ko'rsatilganidan yuqori bo'lgan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlaydi. Bu belgiga rioya qilishda haydovchilar transport vositalarining tasnifiga ko'ra yengil avtomobillarda haqiqiy og'irligi 2 o'qqa shartli ravishda teng taqsimlanishini, 2 o'qli yuk avtomobillarida esa haqiqiy og'irligini oldingi o'qqa 3dan1, orqa o'qqa 3dan2 qismi tushishini va 3 o'qli avtomobillarda esa haqiqiy og'irlik uchala o'qqa teng taqsimlanishini bilishlari kerak. Unutmang, yo'llarga va yo'l inshootlariga shikast yetkazgan haydovchi eng kam oylik ish haqining 10 barovari miqdorida jarimaga tortiladi. Savol: bu belgida qaysi avtomobilga harakatlanishga ruxsat etilgan? Javob: haqiqiy vazni 12 tonna bo'lgan 3 o'qli yuk avtomobiliga harakatlanishga ruxsat etilgan. 4-savol: chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Qoida bo'yicha qizil avtomobil o'ng tarafidagi ko'k avtomobilga yo'l beradi. Ko'k avtomobil esa o'ng tarafidagi yashil avtomobilga yo'l berishi kerak. Yashil avtomobil ustunlikka ega, u chorrahadan birinchi bo'lib, ko'k esa ikkinchi bo'lib, qizil oxirgi bo'lib chorrahadan kesib o'tadi. Savol: chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. Javob: ko'k avtomobil chorrahani ikkinchi bo'lib kesib o'tadi. 5-savol: svetoforning qizil va sariq yoritgichlaridagi qora yo'naltirgichlar nima haqida axborot beradi? Yo'naltirgich ko'rinishidagi qizil, sariq va yashil rangli svetofor ishoralari ham doira shaklidagi svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Ular faqat ko'rsatilgan yo'nalishga ta'sir etadi. Savol: svetoforning qizil va sariq yoritgichlaridagi qora yo'naltirgichlar nima haqida axborot beradi? Javob: svetoforning
yashil yoritgichi yoqilganda harakatlanishning ruxsat etilgan yo'nalishlari haqida axborot beradi. 6. Savol. Yuk avtomobili kuzovida yo'lovchilar tashishda ularning soni nima bilan belgilanadi? Yo'l harakati qoidalari 26-bobi 154-bandiga asosan yuk avtomobilining yukxonasida, shuningdek shaharlararo sayyohlik, ekskursiya yoki tog'li yo'nalishlarda tashkiliy tashishda tashilayotgan odamlar soni o'tirish uchun jihozlangan o'rindiqlar sonidan oshmasligi kerak. Savol. Yuk avtomobili kuzovida yo'lovchilar tashishda ularning soni nima bilan belgilanadi? Javob. Jihozlangan o'rindiqlarning soni bilan. 7. Savol. Qaysi avtomobilning haydovchisi to'xtab turish qoidalarini buzdi? Yo'l harakati qoidalari 1-ilova 91-bandiga asosan qatnov qismi kesishmalarida va kechayotgan qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam masofada to'xtash taqiqlanadi. Savol. Qaysi avtomobilning haydovchisi to'xtab turish qoidalarini buzdi? Javob. Qizil avtomobil haydovchisi to'xtab turish qoidalarini buzdi. 8. Savol. Avtobuslarda bolalar guruhini tashkiliy ravishda tashishda qanday hollarda kunning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yoqib qo'yilishi kerak? Bolalar guruhini tashkiliy tashish. Belgilangan yo'nalishli transport vositalariga daxli bo'lmagan avtobuslarda 8 va undan ortiq bolalarning tashkiliy tashilishi. Bunday avtobuslarning oldi va orqa tomoniga bolalar guruhini tashish taniqlik belgisi o'rnatilishi kerak. Bundan tashqari, bunday avtobuslarda sutkaning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi chiroqlar yoqilishi kerak. Qoidalarning 153-bandiga binoan bolalarni yuk avtomobillarining yukxonasida tashish taqiqlanadi. Savol. Avtobuslarda bolalar guruhini tashkiliy ravishda tashishda qanday hollarda kunning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yoqib qo'yilishi kerak? Javob. Tashish amalga oshirilayotgan barcha hollarda. 9. Savol. Qishda boldirga qon to'xtatadigan jigutni qancha muddatga qo'yish mumkin? Qon to'xtatish jiguti yilning sovuq fasllarida 1 soatdan ortiq bo'lmagan vaqtga qo'yiladi. Jigut qo'yilishi barcha quyi joylashgan to'qimalarda qon aylanishini to'xtatish bilan bog'liq. Qon aylanishini uzoq vaqtga to'xtatish qo'l yoki oyoqda qon tomirlari yo'nalishi bo'yicha jigutdan quyiroq qismida halokatli o'zgarishlarga olib keladi. Savol. Qishda boldirga qon to'xtatadigan jigutni qancha muddatga qo'yish mumkin? Javob. 1 soatdan ko'p bo'lmagan vaqtga qo'yish mumkin. 10. Savol. M2, M3 toifadagi avtotransport vositalarining shina protektor naqshlarining balandligi quyidagilardan kam bo'lmasligi kerak. M2 toifasi yo'lovchilarning tashish uchun foydalanadigan haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq va eng katta vazni 5 tonnagacha bo'lgan avtotransport vositalari. M3 toifasi
Yo'lovchilarni tashish uchun foydalanadigan haydovchining o'rindig'idan tashqari o'rindiqlar soni 8 tadan ortiq va eng katta vazni 5 tonnadan ko'p bo'lgan avtotransport vositalari. M2, M3 toifadagi avtotransport vositalarining shina protektori naqshlarining balandligi 2 mm dan kam bo'lmasligi kerak. Savol: M2, M3 toifadagi avtotransport vositalarining shina protektor naqshlarining balandligi quyidagilardan kam bo'lmasligi kerak. Javob: 2 mm.